Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, zo'msizlar? Bizada koreys tili darslarini o'qituvdik. Yana koreys tili darslari davom etadi, tekin darslar. Albatta, birinchi bo'lib man aytadigan narsam Jahon konsalting kanali orqali bu darslar yozib borilyapti va tekin darslarni mana shu yerdan topsanglar bo'ladi va asosan agar sizlarga pulli darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon konsalting adminga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga pulli darslarimizni ham taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Albatta, va hozirda ko'rib o'tadigan narsamiz bizada asosan biza dars davom ettirayotgandik, kitobimizni ochamiz. Biza albatta koreys tilida insamerlarni ko'rib chiqdik. Insamer yoki tanishuvi ko'rib chiqqan edik koreys tilida. Ana endi bugun o'tadigan narsamiz esa grammatika hisoblanadi va bu grammatikani birinchi darsimiz hisoblanadi. Birinchi grammatika darsimiz hisoblanadi. Birinchi grammatika darsimiz indin yeyo grammatikasi bilan boshlanadi. Bu qanaqa grammatika va qayerlarda ishlatiladi? Birgalikda ko'ramiz. Indin yeyo grammatikamiz asosan otlarga birinchi indin turibdi, ya'ni indin bu otlarga nisbatan qo'llaniladi. Indin ya'ni otlarimizga nisbatan qo'llaniladi. Yeyo bo'lsa, bu ham otlarimizga nisbatan qo'llaniladi. Misol uchun indin nimadir? Yeyo. Indin bu yoqda hozir bizada grammatika kelyapti. Indin bu albatta otlarga qo'shilyapti. Koreys tilida albatta har bitta otga bu grammatika qo'shiladi. Otga ham har bitta ot, fe'l sifatligi indin yoki umuman o'zini grammatikalari bo'ladi, ana shuni qo'shiladi. Agar koreys tilida grammatikalar qo'shilmasa, unda gap to'liq emas hisoblanishi mumkin. Undan koreys tilida ma'no bermaydi va egalik qo'shimchasiga asosan egalik qo'shimchasi bo'lib xizmat qilib kelishi mumkin. Hozir undinni ko'ramiz. Albatta biz otga birinchi undinni qo'shamiz, ya'ni biror bir narsani tanishtirganda ishlatishimiz mumkin. Undin yeyo grammatikalarni misol uchun mana shunaqa, ya'ni men mana shunaqaman yoki men mana Yojinman deb tanishtiryapti. Men degani nin qo'shilyapti otga Yojin yeyo deb. Albatta otga nisbatan qo'llanilishi bu patchin bo'lsa otda in qo'shiladi, patchin bo'lmasa otda nin qo'shiladi. Yeyoda ham xuddi shunaqa, patchin bo'lsa yeyo, patchin bo'lmasa yeyo grammatikalari qo'llaniladi va bu o'zini tanishtiryapti. Chonin Yojin yeyo. Mening ismim Yojindir deyapti Chonin. Albatta cho so'ziga ninni qo'shyapti va Yojin so'ziga yeyo grammatikasini qo'shyapti. Yeyo grammatikasi bu chongoy omi deyiladi, ya'ni yakunlovchi grammatika. Albatta gapda yakunlab keladi. Biror bir gapni otlarga qo'shiladi va gapni yakunlab keladi. Koreys tilida har bitta gap, sifat, ot, sifat yoki fe'llar har bittasi qo'shimcha olib keladi. Qo'shimchasiz bo'lmaydi. Hattoki ot ham qo'shimcha bilan tugaydi. Bizada mening ismim Yujin desak bo'ladi, to'g'rimi? Lekin koreys tilida mening ismim Yujindir deb ishlatiladi. Tarjima qilganimizda, ya'ni o'zbek tiliga bu choni Yujin yeyo deb ishlatilishi mumkin. Ya'ni yeyo grammatikasini albatta qo'shish kerak. Yokida agar qo'shmasa gap to'liq emas hisoblanib qolishi mumkin va gap xato hisoblanadi. Shuning uchun albatta yeyo grammatikasini qo'shib ishlatyapti. Choni Yojin yeyo deb ishlatyapti. Pastda Stiven'in mi국 사랑이에요 deb ishlatyapti yoki Steven amerikalik deyapti. Yoki o'zimizni tanishtirganimizda qayerdaligimiz yoki umuman o'zimizni ismimizni aytganimizda ham bu grammatik konstruksiyalarni ishlatar ekanmiz. Ya'ni innin birinchi otga qo'shamiz har qanaqa ishlatayotgan otimizga va keyin esa yana otga mana shunaqadir desak, shunaqadir deganimizga otga ham yana bitta grammatika yeyoni albatta qo'shishimiz kerak ekan. Misol uchun chonin nanayeyo. Men nanaman. Steven'in 학생이에요. yokida Steven talaba, 학생, ya'ni 학생 degani o'quvchi. 학생이에요. u talabadir, o'quvchidir deb ishlatyapti. Yokida 샤오밍 씨는 중국 사람이에요. 샤오밍 씨는 중국 사람이에요.
Xiaomi siz xitoylikmisiz deb ishlatyapti. Ya'ni saram so'ziga 이에요 grammatikasini qo'shyapti. 중국 사람이에요? 네, 저는 중국 사람이에요 deb ishlatyapti. Albatta 받침 bo'lsa 받침 bo'lmasa keyingi otimizga esa 받침 bo'lmasa 이에요, 받침 bo'lsa 이에요 grammatikalarini qo'shib ishlatar ekanmiz. 그림을 보고 보기와 같이 이야기해 보세요. Bizada quyidagi mashq berilgan. Bularni og'zaki qilib o'tib ketsa ham bo'ladi. Misol uchun 저는 나나이에요. 네, 저는 중국 사람이에요. 학생이에요 deb xuddi shunaqa ishlatib ketsak bo'ladi. 나나 씨는 중국 사람이에요. xuddi savol berib shunaqa ishlatsak bo'ladi. Dialogda berilgan 안녕하세요. 저는 나나예요. 안녕하세요. 저는 마이클이에요. 만나서 반가워요, 마이클 씨. Deyilgani 안녕하세요. Mening ismim deyapti Nanadir. Assalomu alaykum. Mening ismim Nana. Deyapti yoki keyingisi aytyaptiki assalomu alaykum. Mening ismim Michael deyapti. Tanishganimdan xursandman Michael. Deyapti. Ikkinchi Nana ham aytyapti. Nanaga qarab Michael aytyaptiki tanishganimdan xursandman Nana. Qayerliksiz deyapti. Uni Nana saramiyeo qo'shyapti. Mana Nana shining baribir otga nisbatan qo'llanilyapti. Ning grammatikasi va 어느 나라 사람이에요. 이에요 grammatikasi qo'shilyapti. 어느 나라 사람이에요. 저는 중국 사람이에요. Ya'ni men xitoylikman deb ishlatyapti. Xuddi shunaqa mashqlarimizni ko'rib ketsak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Albatta undan oldingi ko'rgan mashqimizni ko'ramiz. 나나 중국 사람 학생. 저는 나나예요. 네, 저는 중국 사람이에요. deb ishlatyapti. Xuddi shunaqa. Steven, 저는 스티븐이에요. 네, 저는 미국 사람이에요. 저는 학생이에요. deb ishlatsak bo'ladi. Hammasi xuddi shunaqa ishlatib ketsak bo'ladi. Yokida savol berishimiz mumkin. Steven 씨는 미국 사람이에요? 네, 저는 미국 사람이에요. deb gaplarni to'lig'ini ifodalab mashqlanib chiqsak bo'ladi. Yoki Chiyon 한국 사람 주부. Chiyon 씨는 한국 사람이에요? 네, 저는 한국 사람이에요. yokida Chiyon 씨는 ketdim yo'g'a. 네, 저는 한국 사람이에요 deb ishlatsak bo'ladi. Chiyon. 저는 지연이에요. 저는 한국 사람이에요. 주부예요 deb ketma-ket ishlatib chiqsak bo'ladi. Xuddi shunaqa mashqlarni davom ettiramiz va bu grammatikani yana eslatib o'tiraman. Ning grammatikasi otlarga nisbatan qo'llaniladigan egalik qo'shimchasini bildiruvchi grammatika hisoblanib, ning albatta ma'no bermaydi o'zbek tilida. Iyeyo, yeyo esa o'zbek tilida dir degan ma'noni berishi mumkin va bu ham otlarga nisbatan qo'shiladi. Nimadir, ya'ni mening ismim nimadir deb o'zimizni tanishtirganimizda ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan yoki qayerdanligimizni aytganimizda, kimligimizni aytganimizda, talabamizmi, o'quvchimizmi yoki umuman kasbimiz nima, xuddi shunaqalarni ishlatganimizda ishlatilishi mumkin bo'ladigan bu yerda grammatik konstruksiya ning yeyo ekan. Darsimiz shu joygacha edi. Bizning yana ikkinchi darsimiz yozib olinadi hozir. Undan keyin charchamanglar, sog' bo'linglar.